Hazreti İsa yani köpçülükке mundaq dedi. Dünyanın nuri özümdür men. Bana egeçkelle karanlıkta qamaydı. Aksiçe hayatlık nurga erişidu. Parisle, sen özünge özün guvalık berivatsan. Şuna senin gepleringe işengili bolmaydı, deyişti. Hazreti İsa ulağa mundaq dedi. Men özümü guvalık berip sözlesem mi? Sözlerim haqdır. Çünkü men özümnün qayerden kelganligimni ve qayerga ketadiganligimni bilaman. Lekin sizlar buni bilmaysizlar. Sizlar insonlarning o'lchimi bo'yicha hukm qilasizlar. Biroq men hech kimga hukm qilmayman. Hukm qilib qolsammi, hukmim to'g'ri bo'ladi. Chunki hukm qilganda men yolg'iz emas, balki meni avatguchi otam men bilan birlidir. Sizlar rioya qiladigan Tavrat qonunida ikki guvohchining so'zi o'xshash chiqsa, ularning so'zlari to'g'ri deb yozilgan. Men o'zim uchun o'zim guvohlik beraman. Meni avatgan otammi men uchun guvohchidir. Otang qayerda deb so'rashdi ular. Sizlar yo meni tonimaysizlar, yo otamni. Meni tonigan bo'lsanglar, otamnimi tonitdinglar deb javob berdi Hazreti İsa. Hazreti İsa bu ta'limlarni markaziy ibodatxonadagi iona to'planadigan yerda aytgan edi. Biroq hech kim uni tutmadi. Chunki uning vaqt soati texi yetib kelmagan edi. Hazreti İsa ulağı yana, men bu yerdan ketaman. Sizlar meni izdaysizlar, biroq topolmaysizlar. Shundaqla gunohlaringlar kechirim qilinmayla o'lisizlar. Men ketadigan yerga sizlar bora olmaysizlar, dedi. Bunun bilan Yahudi oqsoqollari u men ketadigan yerga sizlar bora olmaysizlar, deydi. Bu o'zimni o'ldirib olaman deganligimidu, deyishdi. Hazreti İsa ulağa, sizlar bu yerlik bo'lib, bu dunyoga tava. Men bo'lsam, arshdan kelgan bo'lib, bu dunyoga tava emas. Shuning uchun sizlarga gunohlaringlar kechirim qilinmay o'lisizlar, dedim. Chunki sizlar mening mangu bor bo'g'uchi ekanligimga ishonmasanglar, gunohlaringlar kechirim qilinmay o'lisizlar, dedi. Sen zodi kim? deb so'rashdi ular. Boshdan tortib sizlarga nima degan bo'lsam, men shu. Asli mening sizlarni so'roq tortadigan nurg'un so'zlarim bor edi. Shundoq bo'lsa-mu, meni avatguchidan anglaganlarimni-la insonlarga uqtiryapman. Chunki u haqdir, dedi Hazreti İsa. Ular Hazreti İsa'nın o'zlariga aytganlarining otisi Xudo to'g'ri ekanligini tushunolmadi. Shunga Hazreti İsa mundaq dedi. Sizlar inson o'g'lini kreskga mixlab tiklagandan keyin uning mangu bor bo'g'uchi ekanligini bilasizlar. Shundaqla hech ishni o'zligimdan qilmaganligimni va faqat otamning o'rgatganini so'zlaganligimni bilasizlar. Yeni avatguchi men bilan birlidir. U meni hargiz yolg'iz qo'ymadi. Chunki men hamisha uni xush qiladigan ishlarni qilaman. Hazreti İsa bu so'zlarni qilayotgan chog'ning o'zida nurg'un kishilar uningga e'tiqod qildi. Hazreti İsa o'ziga e'tiqod qilgan yahudiylarga, agar mening ta'limim bo'yicha ish ko'rsanglar, mening haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Haqiqatni bilasizlar va haqiqat sizlarni erkinlikka erishtiradi, dedi. Biz İbrahimning avlodlarimiz, deb javob berishdi ular. Hech kimga hech qachon qul bo'lmadik. Sizning haqiqat sizlarni erkinlikka erishtiradi deganingizning ma'nosi
Zodi nima? Bilib qo'yinglarki, gunoh sodir qilgan kishi gunohning qulidir, dedi Hazreti Ayso ularga. Qul oilaning mangulik a'zosi bo'la olmaydi. O'g'il bo'lsa, shu oilaning mangulik a'zosidir. Shuning uchun Xudoning o'g'li sizlarni erkin qilsa, haqiqiy erkin bo'lasizlar. Sizlarning İbrahimning avlodi ekanliginglarni bilaman. Biroq meni o'ltirmoqchi bo'lyapsizlar. Chunki mening ta'limim sizlarning qalbinglarda o'rin olmadi. Men otamning yendi ko'rganlarimni sizlarga aytyapman. Sizlar o'z otanglardan anglaganlaringlarni qilyapsizlar. Bizning otimiz, ajdodimiz İbrahim deb javob qaytirishdi ular. İbrahimning farzandlari bo'lsanglar, İbrahimning yaxshi amallarini qilgan bo'lardinglar. Biroq hozir aksicha meni, ya'ni Xudodan olgan haqiqatni sizlarga yetkazgan kishini o'ltirmoqchi bo'lyapsizlar. Ajdodinglar İbrahim hargiz undaq ishni qilmagan. Sizlar o'z otanglarning qilganini qilyapsizlar, dedi Hazreti Ayso. Biz haromdan bo'lmadik. Bizning faqat birli otimiz bor. U bo'lsa Xudodir, deyishdi ular. Otanglar Xudo bo'lgan bo'lsa, meni so'ygan bo'lardinglar, dedi Hazreti Ayso. Chunki men Xudoning yenidan keldim. Shuning uchun bu yerdaman. O'zligimdan kelgan emasman, balki u tarafidan avatilganman. So'zlarimni nemishqa tushunmaysizlar. Aniqki, mening ta'limim qulg'inlarga yoqmayotdi. Otanglar shayton bo'lg'achqa, sizlarmi uning havaslari bo'yicha ish qilasizlar. U azaldan qotil ham haqiqatni tutmaydi. Chunki uningda haqiqat yo'qdir. Yolg'on so'zlash uning tabiiy xususiyati. Chunki u yolg'onchi va yolg'onchilikning piridir. Men bo'lsam haqiqatni so'zlayman. Shunga menga ishonmaysizlar. Qaysinglar mening gunohim borlig'ini isbotlab beralaysizlar? Qani? Haqiqatni so'zlasam, nima uchun menga ishonmaysizlar? Xudoning farzandlari Xudoning so'zlarini anglaydi. Sizlar Xudoning farzandlari bo'lmaganinglar uchun uning so'zlarini anglaysizlar.